Salom hammaga, kanalimda yana bir bor kuzatib turganimdan xursandman. Bugun Ibrat Academy'ni yangilangan tarzdagi ilovani ko'rib chiqamiz. Yana nimalar o'zgardi degan savollarga javob topamiz. Unda ketdik. Ibrat Academy ilovasi yangilangan va kirishdagi qismida telefon raqamini kiritgan holda siz kodni endi Telegram orqali ham SMS orqali olishingiz mumkin. Bu juda ham ko'p foydalanuvchilar uchun ma'qul bo'ldi va bu ancha qulayliklar yaratib berdi. Shu sababdan ham hozir bu qisqa videorolikimizda shu tasdiq bot orqali biz kodni olishimiz va Telegramda o'sha eski akkauntimiz orqali telefonda kira olishimiz mumkin. Shu sabablar bir tarafdan plus bo'ldi. Ikkinchi taraflama, misol Ibrat Academy yangilangandan so'ng har bittasi o'zgarishi yangilangan bo'lim, har bir bo'limga alohida ajralib chiqqan va yangicha Elementary English, Super English va tezkor rus tili kabi bir necha til o'rganish kurslari qo'shilgan va bepul darsliklar alohida bo'lim bo'lib chiqishni boshlagan. Undan tashqari so'z jangi, ya'ni super raqobat bir bilan bo'lib, qanchalik u do'st bo'lsin, u tasodifan yoki ibrat bot orqali bir-birimiz bilan so'zni oshirishimiz va so'zda boyliklarimizni ko'paytirishimiz mumkin. Faqat bu ingliz tilida. Bu yerda har doimda reyting, har bitta inson oylik, haftalik va butun davr bo'yicha nechinchi o'rin va necha balldan to'plab borayotganligini bilib olamiz. Eslatib o'tamiz, biz 38-o'rinda ekanmiz. Endi yangilangan bo'lim o'sha daqiqalar va bir necha har doim o'zgarmagan joy profil, o'sha joyni to'g'rilaymiz, manzil o'sha joy, faoliyat turi o'sha. Faqat telefon raqam o'zgartirish ham kirdi, lekin bundan foydalanib ko'rmadim. Sizlarga tavsiya beraman, foydalanib ko'ringlar. Lekin biz foydalanmadik. Undan keyingisi esa sertifikat. Ko'pchilik sertifikat joyida qiynalishi mumkin. Mana shunday sertifikat joyida o'rganayotgan tillaringizga chiqib keladi. Menda hozir nemis tilini yangidan boshlaganligim uchun sertifikatni A2 B1 darajaga o'tganman. A2 levelgacha o'sha sertifikatim chiqqan. Sertifikatni yonidagi dumaloqqa bosgandan so'ng sertifikat onlayn tarzda mana shunday chiqarib beriladi va uni saqlash yoki bironta tanishingizga jo'natishingiz mumkin. Bu esa ancha qulay va juda ham udobna. Sababdan bu videoni aynan ko'rib turib, har bitta yo'nalish bo'yicha olinadigan bo'ladigan bo'lsa, har bittasi o'zgacha sertifikatlarga ega va har bittasi yo'nalishlarga ega. Siz Ibrat Academy'dan o'rganing. Keyingi videolarimizda esa ustoz Aida qanday ro'yxatdan o'tish va bir necha turdagi narsalarni o'rgatib o'tamiz. Sizlarga esa nemis tilini ham o'qishni tavsiya beraman. Bu juda ham bir qiziq til. Hozirda esa yana bir daraja aniqlash testi ham qo'shilgan, unutma. Bu daraja test orqali siz o'z darajangizni aniqlab olishingiz mumkin. Siz bilan Shamshodbek G'olnazarov bo'ldi. Biznes va mobilografiya yo'nalishiga kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting.